Nega Yaponiya, Koreya davlatlarida bolalarda IQ darajasi yuqori va uzoq umr ko'rishadi va intellektual darajasi yuqori hisoblanadi? Chunki ular okean, dengiz mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishadi. Kunlik 1200-1,5 mikrogramm yod mikroelementi tabiiy ravishda iste'mol qilishadi. Endi O'rta Osiyoni qaraydigan bo'lsak, biz dengizdan uzoq joylashgan davlatmiz. Quruqlik davlati, orol qurigan. Shuning uchun yerda, tuproqda, suvda yod mikroelementi yetishmaydi, tanqis hisoblanadi. Bu esa bolalarimizni aqliy faoliyati, idroki, zehn zakovati, xotirasiga, hammasiga ta'sir qiladi. Mana shu holatlarni, yod tanqisligini bartaraf qilish uchun biz bolalarimizga ko'proq dengiz mahsulotlarini va albatta yod mikroelementi saqlovchi preparatlarni ham kunlik me'yorini berishimiz kerak. Shunda farzandlarimiz komil insonlar bo'ladi, yuqori bilim darajasiga ega bo'ladi. Farzandlarimizdan olimlar yetishib chiqadi.